Shou-biznes olamida kutilmagan yangilik. Taniqli instabloger Lil Xurramov uylanmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimiz sahifasiga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Bloger va o'yinchi va xonanda Lil Xurramov muxlislarini quvonchli xabar bilan xushnud etdi. U Instagram sahifasida tez orada to'yi bo'lishini ma'lum qilib, ushbu hayajonli jarayondan lavhalarni obunachilari bilan bo'lishdi. Bloger sahifasiga Lera ismli qiz bilan birgalikda to'y uchun kelinlik libosi tanlayotgani aks etgan videoni joylashtirdi. Videoda juftlikning to'y marosimiga qizg'in tayyorgarlik ko'rayotgani aks etgan. Mazkur xabar Lil Xurramovning muxlislari orasida ham katta qiziqish uyg'otdi. Obunachilar izohlarda juftlikka baxt tilab, to'y bilan tabriklarini yo'llamoqda. Hozircha to'y sanasi ma'lum emas. Tez orada Lil Xurramov va Lera to'yidan ham yorqin lavhalar tarqalishini kutib qolamiz. Siz Lil Xurramovning qaysi qo'shiqlarini bilasiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.